Dunyoda yana bir keng ko'lamli urush boshlandi. Oldindagi 3 daqiqa ichida bir tomondan AQSh va Isroil, ikkinchi tomondan esa Eron o'rtasida boshlangan qurolli to'qnashuv mavzusini imkon qadar sodda va tushunarli tarzda bayon etishga harakat qilaman. 28 fevral kuni erta tongdan AQSh va Isroil Eron hududlariga havodan keng ko'lamli zarbalar berdi. Eron Islom inqilobi posmonlari korpusiga tegishli obyektlar, Eron oliy diniy rahnamosi Oyatulloh Xomenayning Tehrondagi qarorgohi hamda boshqa harbiy obyektlar nishonga olindi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va AQSh prezidenti Donald Tramp hujumlar natijasida Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Xomenay halok bo'lgani haqida ma'lum qilishdi. Eron tomoni esa avvaliga bu xabarlarni rad etdi, ammo keyinchalik, aniqrog'i 1-mart kuni tongda Xomenayning halok bo'lgani rasman tasdiqlandi. Mamlakatda 40 kunlik motam e'lon qilindi. Eron tomoni ushbu suiqasddan so'ng mamlakat tarixidagi eng dahshatli hujum operatsiyasi boshlanishini ma'lum qildi. Ma'lumki, AQShning Yaqin Sharqdagi arab davlatlarida bir qancha harbiy bazalari mavjud. Eron ana shu mamlakatlar, jumladan Qatar, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn hamda Iordaniyadagi AQSh harbiy bazalariga va Isroilning o'ziga raketa zarbalarini berdi. Shuningdek, Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda ham portlashlar qayd etildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Eron AQShning Yaqin Sharq mintaqasidagi 20 ta harbiy bazasiga zarbalar bergan. AQSh nashrlarida ma'lum qilinishicha, Qo'shma Shtatlar hech qachon o'zining xorijdagi harbiy bazalarga bir vaqtning o'zida bunday keng ko'lamli hujumlarga duch kelmagan. AQSh va Isroil hujumlaridan so'ng Eron shuningdek Hormuz bo'g'ozini ham yopib qo'ydi. Ma'lumot uchun, Hormuz bo'g'ozi strategik ahamiyatga ega energiya yo'li bo'lib, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va Fors ko'rfazidagi boshqa davlatlar bu suv yo'li orqali dunyoga neft va gaz eksport qiladi. Dengiz orqali tashiladigan ushbu mahsulotlarning taxminan 20% aynan Hormuz orqali o'tadi. Uning yopilishi esa neft va gazning jahon bozorlaridagi narxi keskin oshishiga sabab bo'ladi. AQSh va Isroil uzoq yillardan buyon Eron yadro quroliga ega bo'lish uchun harakat qilayotganini da'vo qilib keladi. Qizig'i, AQSh ham, Isroil ham rasman yadro quroliga ega bo'lgan mamlakatlar, lekin ularning fikricha Eronning bunday qurolga ega bo'lishi mumkin emas. Chunki Isroilning Yaqin Sharq mintaqasida mavjudligi, o'z hududlarini kengaytirish borasidagi ambitsiyalariga Eron asosiy to'siq bo'lib kelgan va ushbu davlatning yadro quroliga ega bo'lishi Isroil uchun xavfni kuchaytiradi. Shu bois ham Isroil AQSh ko'magida Eronga ko'p yillardan buyon bosim o'tkazishga urinib keladi. Ushbu bosim oxir-oqibat ochiq urushga aylanib ketdi. Urushsa urushavermaydimi? Bizning yurtimizda tinchlik-ku, menga nima deya olmaymiz. Bu mojaroning bizga yaxshigina ta'siri bor. Chunki voqealar mintaqamizning shundoqqina biqinida sodir bo'lmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Eron janubidagi Chobahor, Bandar Abbos kabi portlardan foydalanib, Fors ko'rfazi davlatlariga o'z mahsulotlarini eksport qilmoqda. Erondagi notinchlik esa ushbu transport yo'lagini xavf ostida qoldirib, bu yo'nalishdan foydalanayotgan biznes egalari va savdogarlarimizga jiddiy qiyinchiliklar tug'diradi. Oxir-oqibat esa bu mamlakat iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, urushlar hech qachon insoniyatga foyda keltirmagan. Aksincha, ayrim siyosatchilarning hokimiyatda uzoqroq turishiga, qurol ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalarning yanada boyishiga xizmat qiladi xolos. Dunyoda tinchlik bo'lishi, urush va ziddiyatlar butunlay barham topishini tilab qolamiz. Omon bo'ling.